Bugun siz bilmagan haqiqatni aytaman. Nega ayrim davlatlarda bel og'rig'i va disk churrasi oddiy muammoga aylangan? Nega dunyoning eng rivojlangan mamlakatlarida ham grija tobora kuchayib boryapti? Keling, faktlar bilan ko'rib chiqamiz. Disk churrasi, grija ko'p uchraydigan davlatlar. Birinchi o'rin AQSh, Amerika. O'tirib ishlash, juda ko'p ofis haydovchi, IT sohalari, ortiqcha vazn darajasi juda yuqori, kam harakat. Shu sababli bel va bo'yin disk churrasi eng ko'p uchraydigan davlat. Ikkinchi o'rin Germaniya. Germaniyada disk churrasi, bel va bo'yindagi grija juda ko'p uchraydi va statistikada yuqori o'rinlarda turadi. Bunga bir nechta asosiy sabablari bor. O'tirib ishlash juda ko'p. Germaniyada ofis xodimlari, IT mutaxassislari, haydovchilar ko'p vaqt o'tirgan holatda ishlaydi. Uzoq o'tirish disk bosimini 40-70% gacha oshiradi. Jismoniy harakat kam, avtomobil, lift, texnika hamma joyda uchraydi. Kam yurish mushaklarni kuchsizlantiradi. Mushak kuchsiz bo'lsa, yuk to'g'ridan-to'g'ri diskka tushadi. Ortiqcha vazn, fast food, kolbasa, yog'li ovqatlar ko'p iste'mol qilinadi. Ortiqcha vazn bel disklarini doimiy bosim beradi. Og'ir yukni noto'g'ri ko'tarish, zavod va ombor ishchilari juda ko'p, bukilib yuk ko'tarish odati, disk yorilishi, churra tezlashadi. Stress va nerv tarangligi, ish tempi juda tez, psixologik bosim yuqori, mushak spazmi kuchayadi va disk siqiladi. Aholi yoshi katta. Germaniyada o'rtacha yosh yuqori. Yillar o'tishi bilan disk suvsizlanadi va elastikligi yo'qoladi. Diagnostika kuchli, MRT ko'p qilinadi. MRT hamma joyda mavjud. Boshqa davlatlarda bilinmaydigan churralar Germaniyada erta aniqlanadi. 3-o'rin Yaponiya. Yaponiya disk churrasi, grija davolashda 3-o'rinda. Chunki bu davlat diagnostikasi juda aniq, MRT, KT, nerv tekshiruvlari, zamonaviy texnologiyalar keng qo'llaniladi va shifokorlar yuqori malakaga ega. Davolashda asosan jarrohliksiz usullar bilan davolashga e'tibor beriladi. Fizioterapiya, reabilitatsiya mashqlari va dori bilan davolashga katta e'tibor beriladi. Operatsiya faqat oxirgi bosqichda tavsiya qilinadi. Shu sababli natijalar yuqori bo'lsa-da, ayrim davlatlar bilan solishtirganda tezkor jarrohlik yechimlari kamroq qo'llanilgani uchun 3-o'rin deb hisoblanadi.